Tak bo'ldi, YouTube uchun yelka videosi kelyapti sizlar uchun. Bugun zalga juda ham kech keldik. Soat 10:30 zal birpasdan yopiladi. Men ochib ishlayveraman. Bugun kech kelgan sababi sport food do'koniga borib, sizlar uchun foydali sport ozuqalar haqida video oldim. Uni ham keyinchalik YouTube kanalimda va Instagram kanalimga qo'yaman. Ham arm racing bo'yicha musobaqa o'tkazib 100 ta bet tikilgan. Bugun 20 tasi o'ynaldi. Ertaga 80 tasi o'ynaladi. 4-aprel kuni menimcha videoni ham ertaga qo'yaman. Shuning uchun sizlar o'zi ulgurmagan bo'lasizlar, Instagram kuzatayotgan bo'lsalar ham o'zi YouTube kelgan bo'lasizlar. Arm racing o'sha videolarni mana hozir ko'rishinglar mumkin. Juda ham qiziq o'tgan. Juda ham qiziq musobaqa bo'ldi. Xudo xolasa bunaqa musobaqalarni ko'paytiraman. Hammaga foydali bo'lishi uchun, podpischiklarimga foydali bo'lishi uchun, ham Instagramni rivojlantirish, YouTube kanalini rivojlantirish uchun. Tak, zalga ham kirib keldik. Odam ancha kamayib qolgan. Mana ham shogirdim, ham menga yordam beradi. Qani xudo xolasa boshlaymiz. Tak, sport dabavkalarni oldim. Sport dabavkalarni musobaqadan keyin ichmadim, dam oldim. Sport dabavkalardan bugun sport do'konidan borib hammasini oldik. Kevin Lebron brendining bosh varaq oldim. Kevin Lebronga havas qilib, arginindan boshlayman. Bir qoshiqdan hammasidan urib chiqaman. Maxluq bo'lib ketyapti musobaqadan. Bir yutmoqchimidi? Shu klassiklardan O'zbekistonda hech kimdan qo'rqmayman, lekin Shamshoddan qo'rqaman. Shamshoddan qo'rqaman. Kreatin 2 qoshiq cho'raveramiz, chunki qoshiqchasi kichkina ekan. Menimcha 5 grammli. Men почти 10-15 gramm cho'raman. Tak ichgan narsalar marginin, betalanин, kislorod haydab berishga, vesisan tezroq tikilishiga, sitrulin, tomirlarni kengaytirib, qon aylanishini yaxshilashga, kreatin, kuch uchun, missiya suv haydash uchun, albatta bitsa ichib olamiz. Bitsa ko'proq ichishim kerak. Hozir chunki menda vasselina juda ham past. Shuni hisobiga ham bitsani ko'proq ichaman. Boshladik. Topdingizmi? Tak, kardiodan boshlab oldim. Обязательно zinadan. Tak. 10 minut chaqib olaman chunki vaqtim kam. Vaqtim kam bo'lmaganda ham 10 minut qilardim. Bir boshdan. Tak. Zinadan boshlab oldim. Ozgina qizib olib, oyoqlarni pamp qilib, jo'sqisini oshirib oling. Bugun yelka, qo'lni oldi, qo'lni orqasi set mashq bajaramiz. Aka, atay qilyapsizmi? O'chirmay hech qat sveter. Men ishlayman bugun 12 gacha. Ha, davom etamiz. Zalni o'chirib qo'yish aytib svitini, chunki vaqt bo'ldi, o'zi 11 bo'ldi, yopiladi. Men yoptirmayman. Tak. Yana bitta savol berishibdi, oxirgi marta qachon urushgansiz degan. Oxirgi marta shu 2 yil oldin Jizzaxda o'zimiz zalimda urushib qolganman. Kim meni shogirdimmi kelib ikkita shta bola urayotganda borib ikkita shapaloq berib hayda yuborgandi.
kimdir akasini aytib kelgan. Turma u mana bu kuchingga ishonmadi-da, qo'limni ushlab ko'r. Endi asabdi. Sirazi qo'l ketdi, ana bola uxladi yerga. O'ziga keltirish suv sepib, "Hozir senga ko'rsataman" dedi. Zalim oldiga bir 100 ta bola yig'ildi. O'shanda umrimda eng katta talpa bo'lgan. Zalimga kirib ham kelishgan bolalar. Burchiga turib olganman o'gilga. Shu o'gildan turib, o'shdan turib har xil nurga yeganimcha yeganman. O'gilga turib olsalar talpada eng zo'r yordam beradi, chunki orqadan yondan odam kela olmaydi, faqat to'g'ridan keladi. Solishaverasizlar. Urushmash kerak bolalar. O'zi shuni tushunib yetdim. Odam 20, 22, 23 yoshlargacha urush qochoq bo'ladi, keyin oila tashvishlari, bola chaqa, uy xotin sekin-sekin bosilib, hayotning ma'nosini tushunib yetib, Xudoga qarab intiladi. Zo'r savol berishibdi. Men uchun O'zbekiston top 3 ta bodybuilder. Endi to'g'risini aytaman, hamma bodybuilderlar bilan yaxshiman. Hozir kimnidir 3 tasini aytsam, kimdir mendan xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun kim zo'rligini faqatgina musobaqalar oldindagi o'sha qo'yilgan maqsadlarga erishishlardan bilsak bo'ladi. Shuning uchun bolalar hamma o'zi uchun bodybuilderlar zo'r. Faqatgina o'sha kuzatasizlar. Kim qanaqa o'rinda, kim qaysi shoh supada o'sha eng top bodybuilder bo'ladi. Tak, kardioni tugatib oldik. Oyoq sirazi ishdi. Sizlarni shunisi yoqadi menga, sirazi pamp beradi. Davom etamiz. Tak. Turni qolamiz, vaqtim ko'p bo'lmagan uchun 2 pat qo'shlab olaman aytadi. Yes. Okay. Tak, zo'r savol berishibdi. 1 yil ichida 4 ta musobaqa yutdingiz. O'zbekiston, Osiyo, Jahon, Amerika borib, Amerikada 3 oldingiz. Hayotingizda nimalar o'zgardi deyishibdi. Birinchi o'rinda bolalar, insonning orqasidan qoladigan narsa shu qanchalik ko'p odam hurmat qilishi, o'sha nomingiz bo'ladi. Xudoga shukr, ancha odam hurmat qilib, ko'chalarda yursam ham rasmlarga tushib, ancha meni hurmat qilishyapti. Zalda ham ancha hurmatim yaxshi odamlar, misol uchun siz ishlaysiz, zo'r atlet, zo'r sportsmen, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'targan deb juda ham hurmat qilishadi. Ko'p narsa orttirdim, hayotim yuzda pashti 100 o'zgardi. Moddiy jihatdan ham har tarafdan yordam beradigan sponsorlar bor, Xonsaroy bor, mana hamma sportchilarga yordam berib kelyapti. Amerikaga bordik. Amerikada ham misol uchun ko'plab o'zbek biznesmen akalarimiz podishga chiqishdi va har doim kelganlaringda yoninglarda biz o'zimizdan hamma narsa deb besh tashlashib qo'yishgan akalarimiz bor. Ko'p narsa o'zgaradi bolalar. Muhimi oilangiz uchun ham siz bir qanaqadir o'sha otangiz uchun ham faxrlanadigan farzand bo'lasiz, onangiz uchun faxrlanadigan farzand, turmush o'rtog'ingiz uchun faxrlanadigan er bo'lasiz. Shuning uchun harakat qilinglar, harakatda to'xtamanglar. Maqsadni katta olish kerak, u yog'iga Xudo yordam beradi. 2 podxod turnik oldik. 2 podxod brus qilamiz. Tak, birinchi yelka ishlab olaman. 5 ta упражнение, 6 ta упражнение. Keyin sekin qo'lga o'tamiz. Tak, 15 kilo olib kelavering. 15 kilo olib kelavering bitta. Yelkani mana bu chastiga bunaqa narsaga bu yoqdan emas, bu yoqdan ushlab uraman. Grudni ko'tarib ras bir.
Bugun ham sport foodda o'tkazilgan musobaqada bir 50 ta odam bilan kuch sinashni majburlashdi. Soat kelibdi siz bilan qo'limni tiramalari yana ham ochilib ketdi. Juda ham og'riqli. Tak. Jirjigatil haqida so'rashibdi. Jirjigatil bolalar faqatgina dietani kuchli qilib, ikkalasini kompensatsiya qilib, birlashtirib qilganlaringdagina zo'r ishlaydi, chunki jirjigatil o'zingizlarni yog'inglarni o'zingizlarga energiya qilib ishlatib berish uchun qilingan narsa bo'ladi. Agar siz dieta qilmasangiz, yog'li ovqatlar yeb jirjigatilsiz, yog'li ovqat yegan hisobiga kaloriya o'sha ichingizda yetarli bo'lgani uchun yog'ingizga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi, shuning uchun ozmaysiz. Shuning uchun ham aytaman, jirjigatil, trenirovka, правильный питание uchalasi birlashsa super natija qila olasizlar. Bosamiz. Mana kurs olmaganimga 45 kun, 50 kun bo'ldi. Bunaqa formamda katta o'zgarish yo'q, chunki trenirovkalarimni хотя бы haftada 3 kun qilib turibman. Правильный питание buzilib ketgan bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham shirinliklarni kamaytirib, ozgina nafsimni tiyib turibman. Shuni hisobiga ham forma normalni turibdi. Tak, ko'pchilik mana bugun men charchaganman, soat 11 bo'lib, trenirovkadaman, ertalab turganman, syomkalarim bo'lgan, musobaqa o'tkazdik, 50 kishi bilan armlesiya o'ynadim, boshqa bo'ldi. Juda ham charchaganman. O'shanaqa vaqtda ko'pchilik trenirovkaga chiqmaydi. Bunday qilish kerak emas. Chiqish kerak. Yengil-yengil, chiroyli mishsani qizdirib, pamp berib ketish kerak. Unaqa og'ir ishlash kerak emas. Mishsaga zarar bo'ladi. O'sha mishsani yeb qo'yish ehtimoli katta bo'ladi. Ko'pchilik yelkaga zo'r ishlaydi-da, orqasiga uncha e'tibor bermaydi. Aslida yelkani chiroyli ko'rsatadigan, musobaqada ham, futbol kiyganda ham, yelkani orqadan ham keng ko'rsatadigan narsa yelkani orqasi bo'ladi. Shuning uchun yelkani orqasiga maksimal nagruska berib ishlash kerak. Let's go. Yes. Yelkani orqachasi. Tak. Gazini bosamiz. Muzika geldi. Haftada ko'p menga savol keladi. Haftada necha marotaba ishlash kerak degan. Haftada 2 marta ishlaysizmi, 3 marta ishlaysizmi, 4 martami, 5 martami o'zingiz uchun ishlaysiz. Haftada 2 marta ishlasangiz, haftada 2 marta ishlagan rezultati, 5 marta ishlasangiz, 5 marta ishlaganda rezultati bo'ladi. Xudo qilgan mehnatinglarni samarasini qanchalik mehnat qilganingizga qarab beradi. Shuning uchun gazini bosinglar. Bodybuildingga necha yoshdan kirsa bo'ladi degan savol berishibdi. Bodybuildingga 16, 17 16 emas, 17, 18 yoshdan kirsa bo'ladi. Endi bodybuildingga, sport zalga emas. Sport zalga bemalol 10 yoshdan kirsa bo'ladi. Faqat to'g'ri trener bilan ishlash kerak. Nagruska qilib qo'ymasdan, u soatgan suyini, u soatgan missaga zarar bermasdan ishlash kerak. Bo'ladimi? Tak. Max trenajyorida zo'r упражнение Shamshoddan o'g'irlab olganman. Juda ham zo'r beradi yelkan orqasiga. Gaz oldik, ketdi. Yes. Azga mana buni tushiramiz, qo'lga xalaq berdi. Qo'lim tegib qoldi, shuning uchun. Sport dabavkalari o'rni qanchalik muhim deyishibdi.
sport dabavkasiz misol uchun bir oyda siz %50 o'zgarsiz sport dabavka bilan to'g'ri boshida ozgina yaxshi o'zgarish bo'ladi. Keyinchalik sport dabavkalarga polni tushib organizm o'rganib olgandan keyin biz sport dabavka shug'ullanayotgan bola %50 o'zgarsa, sport dabavka bilan shug'ullanayotgan bola %70 o'zgaradi. Men shunday qilib misol keltirib bera olaman sizlarga. Ketdik, ikkini uramiz. Tak, bitta bola menga savol berdi. Yozibdi. Har hafta aptekada o'rtoqmishlik testini olib uraman 2 oydan beri. Zo'r o'zgardim. U bu debdi. Bola testosteron hazillashadigan degan narsa emas. Uni yaxshi endokrinolog yoki yaxshi umumiy trener bilan oladigan narsa. Hali yoshsizlar. Hamma narsa o'sha testosteron o'sha fabrikalari endi rivojlanyapti. Zarar berib buzib yubormaylar fabrikalarini, keyin qiyin bo'ladi. Tim bola menga bu savolni bir 15, 16, 17 yosh orasida beribdi bola berdi. Sustavlarim juda ham og'riyapti. Katta xato qildim. Yes. Charchagan paytimda trenirovka qilisham menga hozir yoqyapti masalan. Qo'lim tirami og'rib turibdi, yoqadi. Chunki nimaga disiplina bo'lgan. Shu narsaga hayotim davomida tanam o'rgangan. Shuning uchun ham charchagan bo'lsam ham trenirovka yoqaveradi. Sizlar taninglar shunaqa o'rganib qolgandan keyin o'z davom etaveradi, refleks bo'lib qoladi. Trenirovka charchagan qilgan bo'lsanglar ham qilaverasizlar, mazza qilaverasizlar. Buni set qilib uraman. Bitta og'ir, bitta yengil qilib 3 pat qo'tirib uraman. Trenirovka qilish kerak bolalar. Ishlash kerak, oila boqish kerak, intilish kerak. Shunday darajaga kelish kerak. Ham ishlang, pul toping, ham orzularingiz sari yetisha oling. O'sha darajaga kelish uchun uyingizga borib uxlayotganingizni, yotganingizni ham o'ylab o'tishingiz kerak. Nima qilishim kerak? Men shuni qilaman. Uyga boraman, yotganda o'ylab o'taman. Nima qilsam bo'ladi? Yo'l qidiraman. Yo'l qidiraman. Hamma yo'lga kirib chiqaman. Qaysidir yo'li o'xshamaydi. Qaysidir o'xshaydi. Shunday sekin o'sish bo'ladi. Shiroki quvvatda tritsepga tros bosib o'ramiz. Setiga o'tamiz. Tak. 17 da ishlab olsak ham bo'ladi.
Tak. Har doim yelkadan keyin qo'lni oldi, qo'l orqasiga ikkita mashq juplashtirib 3 podxoddan set ishlayman. 3 ta, 4, 5, 6 ta mashq emas. Ikkita qo'lni oldiga, ikkita qo'l orqasiga tanlab olaman. Ikkalasi dars birlashadi. 3 podxoddan uriladi. Keyingi podxodga dam olmasdan borib kelaman. Vesni ham ko'taraman. Yes. Up. Keyingisiga ketamiz. Tak, ikkinchi setga biceps trenajeri bittalini tanlab oldim. Sırası setini uramiz. Let's go. Yes. Xuddi shunday buni ham 3 podxod takrorlaymiz. Tak. Mana kech bo'lgan bo'lsa ham trenirovka qildim, ko'rdinglar. Hamma saboq chiqarsa trenirovka qilish kerak bolalar. Kech bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, yengilroq ishlab bo'lsa ham zalga kelib hachabi o'sha mishsani qimirlatib ketinglar. O'sha ham foydaga, ziyonga yurmaydi. Bir kun yo'qotilgan trenirovkaga 3 kun orqaga ketamiz bolalar. Yes. Bugungi yelka biceps mashqlarimiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Bundan ham zo'r trenirovka videolarini kutib olinglar.